Salom hammaga do'stlar, yana sizlar bilan Avstriya. Bugungi videoda biza kreativda o'yindan yutamiz, Minecraftni yutamiz. Faqat bu boshqacharoq. Bizada pick block degan narsani yoqib qo'yganmiz. Bu blok orqali bunday yerdan nusxa olish mumkin. Misol uchun daraxt bo'lsa, daraxtdan ham mana shunday qilib nusxa olib, daraxtdan nusxa olib, daraxtdan shu hamma narsalarni yasak bo'ladi. Faqatgina mana bu yerdan qaychi ham, totem ham, elektra ham hech nima olish mumkin emas. O'yinni tushungan bo'lsangiz, unda biz videoni boshlaylik. Qani ketdik. Do'stlar, mana ekranni ham to'g'rilab oldik. Shunday joyda paydo bo'ldik. Wow, qaranglar, portal. Bunchalar omadli inson mana. Ya nega aynan portal? Hali portal surpriz bo'lib tursin. Birinchi daraxtdan verstak bilan boyagi yasab olamiz. Verstakda karochkin cho'p ham yassak yaxshi bo'lardi. Birinchi hali ishib ketyapman. Unda 8 ta cho'p yetsa kerak. Bilmadim endi. Da sandiq. Oho, sandiq ichi bozor bo'lyapti-ku, buncha zo'r. Jo'jalka albatta kerak bizga, temir ham kerak, albatta narsa yasaymiz desak. Da obsidianni bunday qilib skaner qilib olaveramiz-da. Bundan portal yasaymiz-da. Mana portalchamizni ham yasab oldik. Yo, to'xtanglar, boyagi qilsak bo'ladi-ku, hozir qilich yasab olaylik. Yo, daraxt hozir Nizrga borganimdan keyin endermenlarni qanday o'ldiraman? Shuning uchun birinchi qayiq ham yasab olishimiz kerak biz. Aytmoqchi. Da 2 ta bo'ldi, 2 tadan yetadi. Qayiq yasab olsak juda ham zo'r bo'lardi. Da qayiqchani yasab olamiz. Mana 3 ta o'tib qoldi, nimagaligini bilmadim. Buni tashlavoramiz. Da bo'ldi, portal yo'q, portalga ketdik, marsh. Men o'ylashimcha, mana shunday qurilgan portallar Nizr portalini oldidan chiqadi. Qizil qal'a oldidan chiqadi. Bular menga kerak emas. Shunday qilib yo'q qilsa bo'ladi. Nizr portalini oldidan, Nizr qal'a, qizil qal'a oldidan chiqsa bo'ldi, portalda yotibman. Da kubichala kichkina. Qizil qal'ani endi qaydan topsak bo'ladi? Bu yerlarda menimcha yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Yo bormi? Ko'k o'rmonni topsak zo'r ish bo'lardi. Mana shu yo'q. Nizrda buzilgan boyagi endermenda yotibman. Ender barvaqt bo'lsa yaxshi bo'ladi. Nizrda buzilgan boyagi bormi? Men o'ylamadim bor deb, bilmayman. Buzilgan portalda bitta endermenchani o'ldirib olamiz. O'zi o'yin mazza ketyapti. O'yin biz tomondan. Do'stlar, qaranglar, qizil boyagi ko'k o'rmon. Bu yerda endermen bo'ladi albatta. Endermenni endi qayerdan topsak bo'ladi? Topdik. Bitta skaner qilib qayiqchani qo'yib olsak, qayiqqa o'tirg'irsak, urib bo'ldi.
Endi var chiqdi. Bo'ldi, endi qizil qalam topsak bo'ldi. Endi qizil qalam qayerdan topamiz bilmadim, lekin endi mana bu yoqqa qo'yib, buni ham qo'yib turay. Har ehtimolga qarshi tuxum ham tursin. Mana bularni ham qo'yaylik. Kerak narsalarni qo'yib qo'yamiz. Hozir da qizil qalamni tezroq topsak yaxshi bo'lardi. Do'stlar, shuncha qidirib qizil qalamni topib oldik. Endi hamma biladi nima qilish kerakligini, yo bilmaysizlarmi? Jon bosganlarni o'ldiradi, yoki sariq bo'ya kiyimlilarni. Nizur skeletchalari. Qoch. Da bo'ldi. Bitta bo'ldi. 4 ta chiqadi bundan. 4 ta chiqadi. Agar bilsanglar shu. 2 ta chiqadi. Ha, 2 ta chiqadi. Aytmoqchi. Bunday bo'ladi. Bittasini senga beraman qaniydi. Mana shular qarindoshingni o'ligini, ruhini oling deb olaver. Senga berishim kerak o'zi. Mayli. Da endi ularni olib shunday bo'ldi portal ochsak, oddiy dunyoga qaytsak bo'ldi. Da mana o'yin juda oson kechyapti men uchun, lekin bilmadim-ku. Berdi o'zi shu yerdan paydo qildi meni. İstesangiz siz ham sinab ko'ring, o'ta olasizmikan kreativda yo'qmi? Ko'ramiz. Juda boshqa joydan paydo bo'ldi. Meni mana buni o'tib ko'ramiz, kechqurun. Ana bu yer ko'rsatyapti. Mani ikkinchi qishloqqa ham yetib keldik o'zi, shuncha o'tib, endi ko'ramiz qayergacha borib. Da bo'ldi, kepmiz o'zi. Mana. Bitta ko'ray. Yo, orqaga ketyapti. Demak, mana shu yerlarda bois. Bo'ya oldinga ketyapti mana. Ha. Mana. Da. Mana shu yerdami? Bo'ldi, shu yerda bo'lsa shu yerda. Shuni ko'ramiz. Sizlarga bitta maslahat beraman, tini tavoling. Bomba. Endi qachon chiqamiz? Bo'lish chiqdik. Nihoyat shuncha topdim bu plus joyda. Ba'zir topdim shuncha o'tib. Shu plus joy uchun keldim. Shuncha vaqt. Shuncha bilmadim endi. Dragonni yomon alam qilyapti. Uchimni olaman dragonni. Короче, ketdik uchimni olgan. Zo'r joy-ku. Umrimda birinchi marta ko'rishgan gapiraman. Dragon qo'ngan payti o'ldirib yuborish kerak. Qo'ngan payt. Bo'lmay. De pum ita pum nima bu? Da dragonning ishim hammadan bilan kutgan bo'lsa kerak уже. Bilan rol. Quvlab solaman bu dragon. Bitta bor ekan. Bitta qop.
Nima uchib ketaveradi? Mazza qilib Dragon aynalib kutamiz. Kristal olishim kerak edi. Dragon qo'ngan vaqt portlataydim. Da, Dragon je. Bugün acele etti Dragon. Qani? Acele bugun ekan Dragon. Bilat turolmay qoldim. Dragon yas. Dem qo'qish kerak. Plus. Bilat havoda urish qiyin-a. Unsa o'zim biladim. Qachon qo'nayini bu? Dragon baxtga. Qochma. Jono ketdi, yana Jono pastdan. Sizlar bilmasangizlar kerak, Dragon pastdan jon olishini. Faqat Dragon pastdan jon oladi, lekin bu bizga plus bo'ladi, chunki Dragonni uramiz. Kuchsizlanib o'shanaqa damlar borku, astilashtiradigan o'shanaqa damlar mavtsa nima qilay ekan Dragonga. Nark safar qo'nsa oxirgi qo'nishimlar. Nark safar qilsa oxirgi qo'nishimlar. Mana shu oxirgi qo'nish agar qo'nsa. Eng uzog'i yana bitta qo'nataman. Qo'nmadi. Noto'g'risi aytinglar, qo'nmadi. Qo'nsa lekin yomon bo'lamiz. Bo'ldi. Urgan payt kim Dragon kallasiga qarab, mana qarab turgan. Mayli do'stlar, Dragonni mana o'ldirdik. Yangishidan chiqibman. Dragonni o'ldirdik. Mana bo'ldi. Odamlar turdim, o'taman dedim, o'tdim. Do'stlar, hammangizga xayr do'stlar. Bu safar kommentga yozib qoldiringlar, qanaqa video chiqaray, qanaqa mod maqtay. Bo'pti do'stlar.